Assalomu alaykum, kanalimizning obunachilari va chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga juma 19-iyul 2026. Kelar mana shunaqangi hisori va sariqlaridan olaman deganlar uchun maxsus qo'ralarda ko'p soni 2 ta dona qo'y bor, 2 ta osh qo'y bor bu yerda akalar. Olaman deganlar aloqa chiqarasizlar. Biz hozir qo'y jinnogani keldik. Shunaqangi sariqlaridan, hisorilardan olaman deganlar uchun aloqa chiqarasizlar. Nomerlarni yozib qoldiraman. Men siz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovon qishlog'idamiz. Bu yerda hozir 2 ta dona qo'y bor. Mana kashtanglardan biri. Narxlari desang, narxlari 4,5 dan tortib 3,5 gacha. Aloqa chiqaryapti. Mesela asparlı bo'yida Shovon asparlı bo'yida quramiz. Yig'ichlari hamma yo'l garantiyalari bor. Dastlabkilari bepul.